أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An'am suresi 6. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Mekke'de kapırlarning katta başları kişilerini Allah'ның dinidan tosqandek, her bir şehirde kişilerini dinidan tosish uchun hiyli mikir ishlatadigan katta başlarni baş günahkarlar qildik. Ularning hiyli mikirlari faqatla ularning o'ziga yanidi. Ammo ular buni sezmaydi. Aşu Mekkelik müşriklarga sening haq payg'ambar ekanligingni isbotlaydigan biror ro'shan mo'jiza kelsila, ularning orasidagi mutakabbirlar Allah bizga burun o'tgan payg'ambarlarga bergandek mo'jiza bermaguncha Muhammadning payg'ambar ekanligiga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah ularga radiya berib mundoq dedi: Payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rinlashtirishni, ya'ni kimni payg'ambar qilib tanlashni Allah obdan biladi. Bu günahkarlar İslamga ve musulmonlarga qarshi hiyli mikir ishlatganligi tufaylidan Allohning dargohida xorliqqa va qattiq azobga uchraydi. Allah kimni haqiqatni qabul qilishga muvaffaq qilishni iroda qilsa, uning ko'ngli ko'ksini iymonga va islomga kengaytiradi. Allah kimni ozg'unligida qoldirishni iroda qilsa, hidoyatni qabul qilishda uning ko'ngli ko'ksini nihoyat bektaraytib yetadi. Xuddi yuqori ufqqa o'rlaganda havo yetmaganlikdan nafsi siqilib ketgan kishiga o'xshash kafir odamning ko'ksini shundoq tor qilib yetadi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Ey payg'ambar, biz sana bayon qilib bergan bu yo'l Rabbingning roziligiga va jannatiga ilib boradigan dog'dam yo'ldir. Aqli bor kishilarni ibrat olsin deb dalil pokitlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. İbret ağuçularga Rabbining dargohida omonlik yurti bo'lgan jannat bor. Ularni qilgan yaxshi amallari yuzidan mukofotlash uchun Allah ularga madadkordir va homiydir. Ey payg'ambar, Allah kofirlarning va ularning jin shaytonlardan bo'lgan yantayoqlarining hammasini yig'digan qiyomat kunini aslaginki, Allah ularga: Ey jinlar toifasidan bo'lgan shaytonlar jamoasi, sizlar haqiqatan insonlardan nurg'un kishilarni ozdirdinglar deydi. Ularning insonlarning orasidagi kofir yantayoqlari: Ey Rabbimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz amdi dunyodagi hayotimiz oxirlashib, sen belgilagan ajalga yetdik deydi. Allah: Do'zax sizlarning qarorgohinglardir. Sizlar u yerda mangu qolasizlar. Faqatli mu'minlarning orasidagi gunohkor kishilardan Allah do'zaxda mangu qolmasligini iroda qilgan kishilarni buningdan mustasno deydi. Shubhisizki, sening Rabbing barliq ishlarida va tadbirlarida hikmat bilan ish qilguchidir. Bandalarining hamma ishlarini bilguchidir. Jinlardan bo'lgan shaytonlarni insonlardan bo'lgan kofirlarning ustiga musallat qilganimizdek, insonlardan bo'lgan zolimlarni qilmishlari tufaylidan bu dunyoda bir-birining ustiga shundoq musallat qilamiz va hukmron qilamiz. Ularga: Ey jinlar va insonlardan bo'lgan mushriklar, sizlarga oranglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchirishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambar kelmadimi deyilganda, ular: Biz o'zimizga qarshi guvohlik beramizki, sen avatgan payg'ambarlar bizga sening oyatlaringni yetkazgan. Bizni bu kundagi uchirishdan ogohlantirgan edi. Ammo biz u payg'ambarlarni inkor qilgan edik deydi. Aslida u mushriklarni dunyo tirikchiligiga aldab qo'ygan edi. Shuning bilan ular Allohning birligini inkor qilganligiga va uning payg'ambarlarini yolg'onga chiqarganligiga o'zlari guvoh bo'ladi. O'ziga da'vat yetib bormagan hech qanday bir odamning nohaq jazolanmasligi uchun biz payg'ambarlarni avatish, kitoblarni nozil qilish orqali inson va jinlarning iymon etmasligiga hech qanday bahona sabab qo'ymadik. Biz payg'ambar avatmay turib hech kimni azoblamadik. Har bir odamning yaxshi va yomon amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Allah ularga shu amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey payg'ambar, Rabbing bandalarining qilmishlaridan g'ofil emasdir. Ey payg'ambar, insonlarni ibodatga buyurgan Rabbing hech kimga muhtoj emas. Aksicha hamma Allohga muhtojdir. Allah keng rahmat egasidir. Agar Allah xolisa, sizlarni halok qilib yetib, sizlarni xuddi sizlardan ilgari o'tgan boshqa bir qavmning naslidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zining amrini tutadigan boshqa bir qavmni qo'yadi. Ey mushriklar, sizlarning kofirliginglar sababli Rabbinglar sizlarni ogohlantirgan azob sizlarga cho'qim tushadi. Sizlar bu azobdan hargiz qochib qutulolmaysizlar. Badaninglar chirib, tuproqqa aylanib ketsa-mu, Allah uni asliga keltirishga albatta qodirdir. Ey payg'ambar, aytqinki: Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha ish qilaveringlar.
Menmi Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha ish qilaveray. Sizlarga azob tushgan chaqda kimning oqibatining yaxshi ekanligini bilib qolasizlar. Shu aniqki, Allohga sherik keltirib o'ziga zulm qilgan va gunoh masiyatda haddidan oshqanlar va Allohga sherik keltirganlar hargiz Allohni rozi qilolmaydi. Uning jannatiga kirolmaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan, meyvelardan va chorvalardan Allah uchun bir nesiva ayirdi. Uni yo'qsullarga va mehmonlarga xos qilib, o'zlarining butlari uchun yana bir nesiva ayirib qo'yatdi. Ularning qarishchi butlariga xos qilingan nesiva butlarga yetadi. Ammo Allohga yetmaydi. Allohga xos qilingan nesiva ularning butlariga yetadi. Ular chiqargan bu hukm nima degan tabi? Shayton mushriklarga ekinlardan va chorvalardan Allah uchun bir nesiva, butlari uchun yana bir nesiva ayirib qo'yishni chiroyli ko'rsatgandek, mushriklarni ozdirib halok qilish va ularning dinini qalaymuqallashtirish uchun ko'plagan mushriklarga peqirlikdan qo'rqib, o'z farzandlarini o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xolis edi, ular bu qabih ishni qilolmaydi. Lekin Alloh u mushriklarning niyatining, amalining va oqibatining yomonligini bilganligi uchun ularning shunday qilishini iroda qildi. Ey payg'ambar, ularni o'z holiga qo'yib etgan. Ular Alloh nomidan yolg'onni to'qish ishini davomlashtiraversin. Alloh sen bilan ularning o'ttirisida hukm chiqaradi. Mushriklar o'z gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ibodatxonaning rohiblari ruxsat bergan odamlardan boshqalarga haromdir. Bu hayvonlarni minishga qat'iy bo'lmaydi. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismi aytilmaydi dedi. Ular bu qilmishlarni Alloh nomidan yolg'onni to'qib turib qildi. Alloh ularni to'qib chiqqan bu yolg'onlari uchun albatta jazolaydi. Mushriklar yana bu hayvonlarning qo'rsoqlaridagi bolalari tirik tug'ilsa, ular bizning erlarimizga xosdir, ayollarimizga haromdir. Agar o'lik tug'ilsa, ular erlar bilan ayollar orasida o'rtoqdir, hammaylan tang yeydi deyishdi. Allah ularni halol harom masalasida Allohning nomidan yolg'onni to'qib chiqqanligi uchun jazolaydi. Shubhisizki, Allah bandalarining ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qiluvchidir, ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Nadonligi va ahmoqligidan o'z bolalarini o'ldirgan va Allohning nomidan yolg'on aytib, Allah rizq qilib bergan narsalarni harom sanagan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular to'g'ri yo'ldan ezib ketdi. Ular hidoyat topganlardan bo'lmadi. Halol haromni belgilash Allohning ishi bo'lib, Allah halol qilgan narsa halol, Allah harom qilgan narsa haromdir. Hech kimning Alloh nomidan qonun turg'izish haqqi yo'qdir. Allah sizlarga bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qilgan, mevalari bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anorni yaratgan zotdir. Ey insonlar, bu meva daraxtlari meva berganda uning mevasidan yanglar. Mevani yiqqan kunda uning o'shrisini ado qilinglar. Pul mol sarf qilishda, yeb ichishda chekidan oshirib etib isrof qilmanglar. O'tira hol ish ko'ringlar. Chunki Alloh pul molni isrof qiluvchilarni va uni o'z yo'liga ishlatmaydiganlarni yoqtirmaydi. Alloh chorvalardan to'giga o'xshash ustiga yuk ortqili bo'ladigan cho'ng va egiz bo'yliq hayvonlarni, qo'yga o'xshash ustiga yuk ortqili bo'lmaydigan hayvonlarni yaratdi. Alloh sizlarga bu hayvonlardan halol qilib berganlarini yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Mushriklarga o'xshash shaytonga agishib, halolni harom qilib olmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir. Allah bandalariga rizq ato qilgan to'ga, kala va qo'y qatorliq chorvalar erkak kishi bo'lib 8 turlikdir. Ular qo'ydan qo'chqar va sog'liq, o'chkidan tega va urg'ochi bo'lib jami 4 dir. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, Alloh qo'chqar bilan tekini harom qildimi? Agar ular ha desa, ular yolg'onchilardir. Chunki ular qo'chqar bilan tekining hammasini harom demaydi. Yana ularga aytqinki, Alloh sog'liq bilan urg'ochini harom qildimi? Agar ular ha desa, ular yanada yolg'onchilardir. Chunki ular sog'liq bilan urg'ochining hammasini harom demaydi. Yana ulardan sog'liq bilan urg'ochining qo'rsiqidagi qo'zi bilan o'g'loqni harom qildimi deb so'ragan. Agar ular ha desa, ular yolg'onchilardir. Ularga aytqinki, agar sizlar mushundoq deyishni Alloh buyurgan degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, so'zinglarni isbotlaydigan dalilinglar bo'lsa keltiringlarchi. Alloh sizlarga yana 4 turlik chorvani ato qildi. Ular to'gidan erkak kishi, kalidan erkak kishidir. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, Alloh ikki erkakni harom qildimi? Yoki ikki kishini va yoki ikki kishining qo'rsiqidagi botuloq bilan mo'zayni harom qildimi?
yoki Alloh bu chorvalarni harom qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Sizlarni ozdirish uchun bilmay turib Alloh nomidan yolg'on aytgan odamdan zolim odam bormi? Shubhisizki, Alloh haddidan eshib Rabbining nomidan yolg'on aytish va kishilarni ozdirish bilan o'ziga zulm qilganlarni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi.